Yam mazza qilaman. Qanday Riko? Qandaysan? Bilmam. Dur. Yaxshi bo'ldi ham nima edi? Shaharga ko'chib kelganmiz. Lekin maktab yoqmayapti-da. Lekin bir tomon maktab yaxshikan, qara to'g'rimiz. To'xtachi, hozir telefonda o'ray. Xabar keldi. Riko ko'rdingmi? Nima? Bitta YouTuber video chiqaribdi. Qanaqa? Hozir ko'rsataman. Nomi nima? Riko degani. Qara seni ismingdekcha. Zo'r videolar chiqaradi. Zo'r chiqadi. 1 2 3 4 qismgacha chiqqan. Uxti. Bitta birinchi qismi mashhur ketgan ekan. Ha, birinchi qismi. Qara Mister degan kanallar bor ekan. 600. Uxti. Yangi video chiqibdi. Qanaqa? Meni uyimda boy sotib oldimi degan. Oy, qiziqqa o'xshyapti. Kechqurun uxlayotganda ko'ramiz. Men ko'raman. Reko Free Fire yukladingmi aytgancha, kecha yuklab bo'ldi. Yaxshi. Akkaunt ham donat qilishimiz kerak-a? Lekin Prime kimmi? Men Prime 6 katta Prime. Tak, bo'ldi pullarni. Pullar? Pullarni tezroq bir 5000 so'm olsang ham yetadi. Amal 10,000 so'm olsang, 10,000 taliging bor-da, kecha aytavering. Bo'ldi, ketdik endi. To'xta. Kitoblar? Soat necha bo'ldi? Soat. Tezroq. 8dan 10 ketdi-ku. Qaysilar? Bugun 3 soat darsimiz bor. 3 ta daftar va keyin 3 ta kitob bor. Ingliz tili, matematika, rus tili. 3 ta kitob? 3 ta kitob. Ingliz tili emas, kimyo ekan. Ketdik. Tezroq bo'y, Riko. Kech qoldik, kimyo ma'lum urishar birinchi soat kimyo. Kimyo ma'lumda galishtamiz. Yetti. Eshikni qo'yib tintak. Qurban bo'lib ketdik. Tezroq yugurishimiz kerak. Yaxshi maktab yonimizda. Yaxshi maktab yonimizda, lekin urishadi maktab yoningdagi qanday kech qolishing mumkin deb. Tezroq tush, pod'ezd eshigini ochib qo'y. Uxlab qolibmiz. Piyodalar yo'lakchasi bor, lekin bu yoqda yuryapmiz. Qandaydir ginyodamiz. Tezroq. Qurol yo'q. Bo'lmasa aniq kech qolibmiz. Ikkinchi soat hojatxonaga kiraverarman. Yuz qo'limni ham yumadim. Esini kelasan Riko? Borayapman. Kimyoxona mana she'rlardanmidi? Assalomu alaykum, siz kirishga mumkinmi? Assalomu alaykum. Ustoz nima bo'lyapti sizga? O'tir Riko. Ustoz, bugun nima o'rganamiz? Bugun formulalarni o'rganamiz. Xo'p, oxirgi partiyaga o'tib ber, yoqmayapti. Riko, siz gapirasiz. Nimaga gaplashyapsizlar? Uzr ustoz. Kabiga bos. Bosma, ketdik. Telefonlaring bormi? Yo'q. Mister Davirachku. Voy, Davirashurva. Amal kir. Ustozlar ko'p bo'ladi. Bo'ldi-yu. Uchay. Soat uchibdi. Ketdik. Da. Ketdik. Tak, Riko, menimcha soatam 3 bo'ldi, borsak bo'ladi. Men bu yerda bir narsa bintim yo'q, lekin ключ yoki men lapatga bor. Senga lapatga. Kallasavron. Ponga tushirasan, bari ko'p bo'lishi mumkin. Tak, Riko, menga hech narsa topolmay qo'l bilan urishaman. Cho'pa akang kulishda oldi. Kulish. Kulishda oldi. Yaxshi. Lekin pulimizni bekor olib chiqdik-da. Pulimizni olib qo'ydik. Men qo'yib keldimmi? Sen qo'yib kelsan. To'xtachi, yangi qara. Hasan bor ekan. Hasan bilmayman. Lekin 16. Ana ko'k kiyimli ismi nima edi? Obid bilan Aziz. Voy, u ikkitasi men bilan birinchi kun kelganda yaxshi gaplashgandi, tentaklar. Hozir endi men bilan urishmoqda. Qara, agar urush ketsa lapatga olib kallasi ur. Bo'ldi. Lekin unchalik qattiq urma, o'ldirib qo'yma agar urushgan kelsa. Jim bo'l. Biz keldik. Sizlar ismlaring Aziz bilan Obidmidi? Qayerga ketasiz? Bizlar xafa bo'ldik. Uni oldiga boraylik-chi. Tentaklar.
Yo'qoltirdi hozir. Gaplashyaptim deyman, mayli picha gaplashib olsin. Ey cho'toqlar, bizlar urmoqchi. Ketgan nari qo'yibdi, nari qo'yib. Ke. Cho'ta nito ular. Ehtiyot bo'l, lekin bunaqa bolalarda pichoq ham bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Riko tashlanib qolsa, birdan ur, baribir ular xavfli. Tushunarlimi? Ha. Ketdik. Gaplashib bo'ldinglarmi? Oy, Aziz. Obid. Oy. Bir ketyapti-ku. Bo'ldi. Saybal gaplashuv. Nima haqida gaplashyapsizlar? Biz chaqirdinglar-ku. Tentak, biz uni kutyapmiz. Kimdi? Mark kutyapmiz-da. Boshlig'i kunabdi-ku ularni. Ekstra boshlig'imizga olsa shunday qilamiz. Shundan keyin nima qilasiz? Urasizlarmi? Bugun boshlig'imiz bilan nima qilsa to'xta, Riko. Anasi Mark kiylayapti ekan. Mark kiyganidan keyin urush bo'ladi menimcha. Talpa, tushunarli, talpa. Biz qana urishimiz bilmayapti-da. Mayli, pichagina o'tirib, telefon o'ynab turaylik, prinsip ko'rib turaylik. Bo'ldi. Eshitibsanmi meni? Ayni keldim Mark. Cho'ta tik turish, ketdikcha oddiygina qo'lda yur. Agar urush qolsa, tezda odamlab o'tganini kallasini o'ldirib qo'yaman faqat. Mark keldilar. To'xtalar, vaqtlar. Talpa qilyapsizlar sizlar. Ketdik. Hushidan ketkazdingmi? Bunday qattiq urmading, qo'naman chiqmaydi. Yo'q. La'natli. Ketdikchi. Urushamiz deyishadi, lattalar. 5 ga 2 qarshi chiqarmadi. O'linglar. Tentiriklar. Maktabdan ham jonga tegdim-da. Hamma shunaqa bezori bolalar bor, ha? Ha, ketdimmi? Tezroq ketish kerak. Bironta kirisa orqadan ko'rib qolib, mensaga yozib yuborsa, ortiqcha pul, ortiqcha muammo. Uyga ketdik. Men berdim bitta. Buni xizmat qilsa bo'lmasdi ekan, Uyga kelib oldim. Riko, tentakmisan? Ha? Dalbeb bo'lmas-kuyimiz. Tupoy! Voy, yiban bilan. Yiban! Bu yerda emas, ikkinchi qavatda uyimiz. Nima bilmaysanmi? O'la. Shunchalik vaqtga yetishgan. Urishsammi? Yo'q. Lafat ko'ryapsanmi? Yo'q. Sanam asabini unga o'tiribsan. Nima? To'xta, bo'ldi. To'xta. Ketdik. Biz asabimiz chiqqanidan bir-birimizni alamda olyapmiz. Tintam chiqib qolgan. Mana tintam chiqib qolgan. Ikkinchi qavatda uyimiz. Mana ekan. Bir domam bir g'alati, Ha. Keldikmi? Keldik. Sen hayriyat boyagi uyda odam yo'q bo'lsa, bittimizni chiqarguncha uğraşdi. Tintam qoldim men. Uxlayveraman. Uxlam kelyapti, vashshe bor-ku. Vashshe uxlam kelyapti-yu. Meni ham. Hammaga xayr bo'ldi. Sizlar bilan Mister va Riko bo'ldi. Bola videoga like bosib, Riko kanallariga obuna bo'lib qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa, Riko salom xayrlashib qo'y bolalar bilan. Bo'pti, obunachilar hamma. Men bu video ham Rikoni yuz ko'zidan ko'rilgan video ham bo'lyapti. Riko ham video olyapti hozirda. Ertalarga video chiqsa kerak. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Rikoni va meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Riko sana meni kanalimda opitsiyaniga qoldi. Men ham sizning kanalingizga opitsiyaniga qoldim. Reklamada. Hammaga rahmat bo'ldi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Adushe. Ikkinchi qism 10 like dan keyin chiqadi. Riko va meni kanalimda 10 like dan keyin. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.